Vodiy bo'ylab yetkazib bergan mashinamiz bor. Yamadan kelishgan narxlarda aka chiqadi. Qopli naval kelishamiz aka. Dastlabkilari bilan. Yaxshi. Aka, bu yerda qancha bor? 7310 kilo bor. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, chorvador aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Biz yana Andijon Shahrixonda Silos bozoriga kelganmiz. O'tgan safar videolarimizdan ko'rgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikka foydasi tegadi degan umiddaman. Xullas, yana shu yerdan video syomka qilamiz aka-ukalar. Silos narxlari bilan sizlarga bir qator tanishtirib o'taman. Video avvaldan aytib o'taman aka-ukalar, deyarli dalalarda siloslar tugabdi. Sho'pirlarda hammasi aytayaptiki, mana shu oxirgi daladan chiqayotgan siloslar ertaga yoki indinga deyar 100% dalalardan siloslar tugaydi. Mana shu oxirgilar deb aytib o'tyapti. Xo'sh, ko'raylikchi oxiridagi silos narxlari nima bo'ldi, qancha bo'ldi. Xullas, xabarlarda xabaringlar bor. Narxlar qimmatlab qolganidan biz Andijon Shahrixon qaytarib o'taman. Silos bozoridamiz. Birinchi ko'rsatadiganimiz akalar Gazeli 3 mashinasida mana shu mashinada kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, "Voyna, mana shu mashinada yetib boradi sizlarga. Telefon raqamlarini olib beraman." Mana aka-ukalar silos holatiga baho beringlar, lekin doniga gap bo'lishi mumkin emas ekan, doni ko'p ekan haqiqatda. Bu nima o'rgan aka? Buni Jaguar o'rgan. Biroz yiriroq o'ribdi Jaguar. Biroz yiriroq Jaguar o'ribdi, misol. Uni ham holati bor shekilli o'ziga yarasha. Aka, bu yerda qancha bor? 7310 kilo bor. 7310 kilo. Tarozisi ham tayin ekan akalar. Bu yerda hammasi mana ko'rib turganlar 5-6 ta mashina bor. Hammasi taroziga tortilgan, tayyor holatda bo'ladi. Xudo xolasa kilolar to'g'ri chiqaveradi aka. Ha, kilolardan behuda. Xo'p, aka, narxini necha pul deymiz buni? Hop, 850 deyapti, 800 so'm qilib beramiz aka. 800 so'm. Aka, ancha qimmatlab qolibdi nima? Qo'lga qolmay qolganiga qimmatlab qoldi. Telefoningiz. Hop. 94lik. Hop. 632 23 34. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, uydagi shu mashina kirib boradi. Qoplizalida qopligan qilib beramiz. Ha, qopligan bor-a? Ha, qopligan qilib beramiz. Telefon raqamlarini qaytarib, shashilmasdan yozib olasizlar, yana bitta qaytarib bering aka. 94lik 632 23 34. Shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar akalar. Kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol uyga kirib boraveradi. Qopligi ham bor ekan. Navbatdagi mashina akalar, navbatdagisi. Aka, bu qayerda silos endi bu? Bu Yozyovonda. Yozyovonda? Ha. Qancha bor bu yerda? Mashinasi 7 tonna, 7,5 tonna. Ha, 7 tonna, 7,5 tonna atrofida. Yaxshi. Donlari har holda bor akalar, ko'ringlar, normalniy silos ekan. Shu dalada tugab qoldi endi, o'radan olib sotishni boshlaymiz aka. Deyarli dalada tugadi, ha? Dalada oxirgilari endi aka. Bundan keyin bir mashina, ikki mashina bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Hop, Oxirlari. Yama ochib sotishni boshlaymiz aka. Yamadan naval holatda, qopli holatda aka. Mashinalarimiz bor, dastavkalari bilan yoki o'zi mashinasi bo'lsa, joyida yuklab berish xizmatlari ichida. Mana shu akalarimizdan mana aka, sho'pir akalarimiz mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa ayting aka. Manzil qayerda aka? Manzil Yozyovon aka. Hop. Yozyovon o'zida aka. Manzil Yozyovon aka. Hop. Yozyovon o'zida aka. Vodiy bo'ylab yetkazib bergan mashinamiz bor. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Yamadan kelishgan narxlarda aka chiqadi. Qopli naval kelishamiz aka. Dastlabkilari bilan. Yaxshi aka. Hozir mashq holatda mana shu necha puldan kilo? Bu holatda aka 850 so'm kami bor deb 800 so'm olib borib beryapmiz shu kunda aka. 800 so'm olib borib beryapti. Yamadan narxlar boshqacha chiqadi, o'zgaradi. Chiqadi. Endi bugun aka-ukalar 12-noyabr 2025-yil sanasiga aytilayotgan narxlar ertaga 15 kundan keyin, 1 oydan keyin boshqa narx bo'lishi mumkin. Shuning uchun nima deydi? Video olingan sanalarga bir qator e'tiborli bo'lib qo'yasizlar. Keyin O'zbekiston vaqtini inobatga olib, sho'pirlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Chet elda yurgan akalarimiz, masalan, Rossiyada, Qozog'istonda yurganlar ham bor-da. Uyimga to'ktirib qo'yaman deganlar. Baribir hali kechasi qilgandan ko'ra kunduzi O'zbekiston vaqtini inobatga olib telefon qilsanglar, xudo xolasa maqsadli bo'ladi. Aka, yetkazib beramiz. Qopli naval muammo yo'q ekan aka-ukalar. Bu yerda tugab qoladigan bo'lsa ham bemalol xotirjam akalarimiz telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Qopli desanglar qopli, o'ralardan yaqinda ochilar ekan, o'ralardan naval desanglar naval uylarga kirib boraverar ekan. 99 aytib qo'yaman. Qattiq ayting. 99lik 521 92 11. Shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Qaysi aka sizniki? Xo'p, akalar, mana navbatdagi mashinamiz ustiga chiqdik. Ko'ringlar. Silos, aka, bu yerda qancha bor?
7 tonna 730 kilo. 7 tonna 730 kilo, ha? Aka, no sheringlardan biri 30 so'm, 40 so'm arzon qiling, bir eshitaylik, bir arzonni ham. Bunaqa arzon qilib yuborsak ham o'zi arzon chiqmagan-da bu. Aha. Sal qimmatroq chiqqan. O'shaning uchun arzon qilib bera olmayapmiz. Bo'lmasa shu vaqtgacha tugab ketardi. To'g'ri. Bugun kelganmi, kecha kelganmi aka bu? Bugun kelgan. Bugun kelgan aka. Qayerdagi yozyapmanmi bu ham? O'z yozyapmandan boshqa joyda qolmabdi shekilli, masalasi akalar. Xo'p, aka, necha pul narxi? Rangalni ayting. U adresiga qarab olib borib to'kib beramiz buni. 10 kilometr yab-yog'i. 8 so'mdan olib borib to'kib beramiz. 8 so'mdan. Telefon raqamini ayting aka, qattiq. 91lik 495 67 73. Shu raqamdan aloqaga chiqasizlar akalar, ukalar, ko'ringlar. 7 so'm atrofida sizlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib akalarimizni xarid qilishinglar mumkin. Endi narx-navolar endi akalarimiz bog'liq emas. Dalani o'zida shunaqa qimmatlabdi. Shuning uchun bu shopirlar ham olgan nimasiga, texnika kirasiga ozmos qilgan mehnatiga qo'yib turib aytiladigan narsa. Demoqchiman, narxni oshishi bularga bog'liq emas. To'g'ri tushunish kerak. Donlari o'ta go'zal. Donlari yaxshi? Ha, tayigacha bir xilda. Gap yo'q aka. Mana hurmatli aka-ukalar, kimga silos kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turibsizlar. Hozir bu yerda 5-6 mashina silos bor. Kelyapti, ketyapti. Mana shu yerda mana ko'rib turganinglardek, odamlar kelib savdolar davom etyapti. Qo'ldan kelgancha video syomka qilib berdi aka-ukalar. Endi deyarli siloslar o'zlari tugayapti ekanda. Oldingi safar kelganimizda bu yerda silos ko'p edi. Mashinalar ham ko'p edi. 15 ga yaqin mashina turardi bu yerda. Endi hozir tugagan hisobiga 5-6 ta mashina turadigan bo'lib qolibdi. Deyarli tugagan. Shuning uchun endi qo'ldan kelgancha olib berdim. Hatto kamchiliklariga, nuqsonlariga o'zingizlar rozi bo'lasizlar aka-ukalar. Kimgadir manfaatli bo'lib qolar degan maqsadda to'xtab shu yerdan video syomka qilib beryapman. Telefon raqamlarini o'tkazmasdan, shashilmasdan eshitsanglar, video davomida aytib o'tilgan, shularga aloqaga chiqasizlar. Shopir akalarimiz uydagi topib yetkazib olib borib beradi. Zakazga qarab olib kelaveramiz tonnasini. Ha aka. Zakazga qarab, 6 tonna, 5,5 tonna qilib, 8 tonnali bo'lsa 8 tonnali, 9 tonnali bo'lsa 9 tonnali qilib tirov qilib bosib. Zakazga qarab aka-ukalar yetib boraverar ekan. Bundan buyog'iga endi o'radan chiqishi mumkin ekan. O'radan qopli desangiz, qopli yetib borar ekan. Xullas ishinglar bitar ekanda mana shu yerdan. Qancha uzoqlashgan sari shu gazimizga qo'shib beriladi, borib kelinaveradi. Ha, texnika kirasiga ozmoz ranisa qilib qolar ekan, lekin shuni hisobiga, lekin baribir uyga yetib boradi, manziliga qarab. O'sha mana shu silyos nech pulga kelishsak, silyosda o'sha dastlabkasi ham o'shaning ichida kelishilgan bo'linadi, olib borib to'kib beriladi. Ha, nech pulga kelishadigan bo'lsa, dastlabkasi shu pul ichida bo'ladi. Ha. Shunaqa. Mana shunaqa hurmatli aka-ukalar, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun foydali, manfaatli videolar olishda davom etyapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar.